Xo'p, prujinali smesителimiz ancha korpuslari qalin, og'ir bo'ladi. Latunoviy, narxi 800 ming so'm. Zegor brendidan mana bunaqa gibkiy smesitel yangi trenddagi modeli kelgan. O'smir toza suv uchun alohida jo'stiga, alohida aeratorlari bo'ladi. Bundan tashqari gibkiy shlankasi, stokadan ajratib olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Narxi 650 ming so'm. Buni tegi korpusi nikkelli varianti kelgan. Buni aeratori bitta bo'lib ketgan, alohida emas. Jo'stiga alohida. Filtr suv uchun, oddiy issiq suv, sovuq suv uchun ishlaveradi. Narxi 650 ming so'm. Mana bunaqa keramический покрытияli qora rangdagi oq dog'lari bor. Shunaqa smesitel kelgan. Bunda suvi, xlorlari, nakiblari uncha-munchaga ko'rinmaydi. O'smir suv uchun alohida, suv, sovuq suv uchun alohida. Jo'stigi, aeratori ham ikkita отдельный. Обычный suv uchun, toza suv uchun filtrlari qo'yilgan. Narxi 700 ming so'm. Aytmadimmi narxini? Korpusi latundan bo'ladi. Xo'p, bau smesitellar grey rangi, matoviy gold ranglari bor. Usti geliy shlanka qilib ishlangan, olib 360 gradus aylantirib ishlatsangiz bo'ladi. Stoykasi ham aylanadi, korpusi latundan. Narxi 700 ming so'm. Zegor brendidan xuddi shu smesitel korpusi nerjaveyka bo'ladi, 500 ming narxi. Silikonoviy shlankada bu ham aylanadi. Qolganlari o'sha обычный smesitellar, hamma bob, bauni qora gibkiy, nikkelirованный gibkiy variantlari. Bular ham ikki xil sepadi, vodopad dushlak qilib sepib beradi. Mana knopkali varianti 300 ming so'm sotilyapti bular. Arzonchi modellarimiz 280 ming so'mdan, mana bunaqa modadan qolgan layli smesitellarimiz bor. O'z narxidan berib yuboramiz. Kelaverasizlar, do'konimiz Gumbaz bozor, C46-magazin. Nomerni pastga yozib qo'yamiz.